Mana zapravkamga. Ben bir arendamga. Ha, adasi, topgan pulingiz barakasini bersin. Как раз bugun oyimlarni ko'rishga bormoqchi edim. Hop. Agar ortiqcha pulingiz bo'lsa, 50 ming so'm bersangiz, ko'chani boshidan onamlarga 4 ta issiqqina somsab qirmoqchi edim. Ben onasi 200 ming so'm. Voy, adasi, bu yerda ko'p-ku. Qurur somsa bilan kirma onasi. Yoniga bu narsa qo'shib olarsan. Qani, bitta duo qilib qo'y. Siz meni onamlarni siyladingiz, sizni Alloh siylasin adajonisi. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Hadis kelib to'xtadi oldingizga. Tez yetkazib borib qo'yaman aytgan joyingizga. Qoyillik aka. O'z taksismisiz yoki shoirmisiz? Chilonzorga 10 ming aka. Taksis bo'lmasam yo'lingizni so'rarmidim. Chilonzorga 10 ming so'mga yurarmidim. O'tiring ketdi. Ana, yetib keldim aka. Gap yo'q aka. Zeriktirmasdan olib keldingiz. Mana 30 ming sizga aka. Siz bilan 10 mingga kelishgan edi. Bitta ko'p-ku. 10 mingni yo'l kirangizga, 20 mingni muomalangizga. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Mayli, sog' bo'ling aka. Hop. Ha, xotinini duosini olib ko'chaga chiqqan kishini, Xudo o'nglar ishini. Alloh barakasini bersin. Adasi, Hop. suv ham tushib qoldi. Qo'shnini kelini 110 mingdan hali topib sotayotgan ekan. Bitta o'zimga yoqqanini olib qoldim. Erimlardan so'rab ko'raman. Agar sharoitlari bo'lsa olaman deb. Olib qolgan xalati sani o'zingga yoqdimi? Yoqdi, issiqqina kiyib yurardim. Yoq ekan onasi. Mana, o'zingga yoqqan rangini ikki xil qilib ol. Voy adajonisi, rahmat. Qani ilohomin, siz menga biri berdingiz. Allohim sizga mingga bersin adajonisi. Allohu akbar. Hozirgi chiqqan okani barsetkalar olib ketibdi-yu. Rahmat ukam, halol bola ekansiz. Hozir shoshmay turing. Men bu sizga ukam. Aka, shart emas. Oling ukam, nasibingiz ekan. Men roziman. Adasi, nega men sizdan har safar pul so'rasam, menga 2 barobar ko'p pul berasiz? Tinchlikmi? Ne unaqa savol berasiz? Menga qiziqdi. Bu sirda, lekin ko'pchilik kelib bilmaydi. Nima sir ekan? Ayting menga, o'rtamizda qoladi. Ishonasanmi onasi? Senga biri bergan kunim Alloh menga 10 qilib yetkazadi. Sen pul so'ragan kuni beraman-ku. O'sha kuni ishim rosa ham barakali bo'ladi. Mana mana shu sirni ko'pchilik kelib bilmaydi. Sizchi siz shuni bilarmidingiz? Ayolingizga biri bersangiz 10 bo'lib qaytishini agar bilsangiz, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Rostdan shunaqami? Hurmatli ayollar, shunaqa-ku.